Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Islam Makhachev Ilya To'puryaning qaytishiga ishonmoqda. Islam Makhachev agar Ilya To'purya Justin Gaethje'ga qarshi jangiga mag'lubiyatidan to'g'ri xulosa chiqarsa, u holda yana cho'qqiga qaytishi va UFC chempioni bo'lishi mumkinligiga ishonadi uning gaplari. Rostini aytsam, men hayron qoldim, chunki Ilyadan g'alaba kutgandim, ammo chempion bo'lganingizda diqqatni yo'qotmaslik kerak. Chunki bu juda xavfli sport turi va menimcha Ilya bilan aynan shu narsa yuz berdi. U Justinni mensimadi, chunki uni osonlikcha mag'lubiyatda nokautga uchrataman deb o'yladi. U o'zining nokaut qilish kuchiga ishondi, lekin Gaethje haqiqiy yirtqich. U qancha kerak bo'lsa, shuncha jang qilishga tayyor. Ilya bilan aynan shu narsa yuz berdi. U uni nokaut qilishiga urinib, juda ko'p kuch sarfladi, og'ir zarbalar yo'lladi va natijada charchab qoldi. Nega men u diqqatini yo'qotdi deyapman? Jangdan oldin qanday qilib ziyofat uyushtirib, g'alabani nishonlash mumkinligini tushunmayapman. Men uning g'alabasini nishonlayotgani aks etgan videoni ko'rdim. Sen mashhur insonlarni taklif qilyapsan, ular bilan bayram qilyapsan, o'z rekordingni qo'ldan o'zgartiryapsan. Bular men tushunmaydigan narsalar, ammo men aminmanki, Ilya qaytadi va yaxshi jang ko'rsatadi, chunki u hali yosh va vaqti bor. Shuningdek, u haqiqatan ham yaxshi jangchi ekanini ko'ryapman. U zarba berishda ham, kurashda ham yaxshi, partiyada ham mahorati yuqori. Agar u diqqatni qayta tiklasa, balki yana chempion bo'lar. Lekin Gaethje bilan bo'lgan bu jang uning hayotini aniq o'zgartiradi. Hozircha bu qanday o'zgarishi bo'lishi noma'lum, dedi UFC yarim o'rta vazn chempioni Islam Makhachev Demetrius Johnsonga bergan intervyusida. Shu yilning iyun oyida o'sha paytda mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Ilya To'purya Justin Gaethje'ga qarshi birlashtiruvchi jangda yaqqol favorit sifatida oktagonga chiqqan va 4-raunddan so'ng burchagidan talabi bilan jangni davom ettirishdan bosh tortib, UFC yengil vazn toifasidagi chempionlik kamarini boy bergan edi. Bu paytda bo'lsa UFC jangchisi Ian Garry o'z raqiblari darajasini Islam Makhachev raqiblari bilan solishtirdi. Mening so'nggi 5 raqibim va Makhachevning raqiblariga qarasangiz, qaysi biri kuchliroq bo'lgani haqida bahs qilishingiz o'ziga hojat yo'q. Men Bilal Muhammad, Shavkat Rahmonov, Carlos Partes va Michael Pagega qarshi jang qildim. Hatto shu 4 nafarning o'zi ham dunyodagi eng qiyin va xavfli raqiblar qatoriga kiradi. Makhachev esa Jack Della Maddalena, Renato Moicano, Dutch Poirier va Alex Volkanovskiga qarshi jang qildi. Dustin va Alex afsona hisoblanadi, ammo ular men sanagan jangchilar kabi xavfli emas. Mening raqiblarim bu jihatdan ham jismonan ham kattaroq edi. Shavkat 18 ta muddatdan oldin g'alaba seriyasi bilan kelgan edi. Prates esa ketma-ket 11 ta nokautli g'alabaga ega edi. Men eng kuchli raqiblarga qarshi jang qildim. Makhachev bilan qafasga kirganimda nima uchun buyuk jangchi ekanimni isbotlayman deb fikr bildirgan Ian Garry. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Islam Makhachev va Ian Garry o'rtasidagi jangni aynan siz kimni favorit deb bilasiz? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda bo'lsa, birinchi o'zbekistonlik UFC jangchimiz Nursulton Ro'ziboyev intervyu berdi. UFC sobiq jangchisi Mahmud Murodov bilan suhbat. Sportuz.tv bosh muharriri Kamoliddin Alimov o'zbekistonlik taniqli aralash yakka kurash ustasi Mahmud Murodov bilan intervyu uyushtirdi. Suhbat davomida sportchi 2 jang uchun $1 million shartnoma, so'nggi jangida salkam $500 million miqdorda gonorar olgani, garajini bezayotgan takoy toychoqlar, UFC emas, UFCga shart, Temirov, Goskov, Ro'ziboyevlar va boshqa mavzular haqida so'z yuritdi. To'liq intervyuni olamsport.com saytida tomosha qilishingiz mumkin. Mahmud Murodovning gaplariga qaraganda, unga UFC dan taklif bo'lgan va Murodov uni qabul qilmaganligi va buni o'ylab ko'rishi to'g'risida ham gaplar bo'lgan. Do'stlar, o'tib ko'rishingiz mumkin to'liq intervyuni. YouTube qidiruv joyiga olamsport.com deb yozsangiz, albatta olamsport.com YouTube kanaliga kelib chiqadi. Kirib to'liq intervyuni tomosha qilishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, mana hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.